Assalomu alaykum qadrli kitobxon. Bugun biz sizlarga Zomin tumanining fidoyi farzandi bo'lgan Begimqulov Shodiyor Begimqulovning hayot faoliyati haqida ma'lumot berib o'tamiz. Begimqulov Shodiyor Begimqulovich 1933-yil 5-mart kuni Zomin tumani Pishag'ar qishlog'ida tavallud topdi. Shodiyor Begimqulov Zominda unib o'sdi va shu yerda o'rta maktabni tamomlagach 1951-yilda Toshkent meditsina texnikumiga o'qishga qabul qilindi. U yerni muvaffaqiyatli tugatgach esa Zomin tumani felsherlik punkti mudiri bo'lib ishlay boshladi. Tibbiyotga bo'lgan chuqur qiziqish sabab Toshkent tibbiyot institutiga o'qishga kirdi. Jarrohlik kasbini puxta sir sanoatini egalladi. 1959-yilda o'zi tug'ilib o'sgan Zominga keldi. Tuman markaziy shifoxonasida jarrohlik bo'limi rahbari sifatida faoliyat yurita boshladi. 1963-yilda Sirdaryo viloyati Guliston shahar shifoxonasiga bosh vrach va Guliston tibbiyot bilim yurti direktori sifatida ham faoliyat yurita boshladi. 1972-yil Zomin tumani shifoxonasida bosh vrach bo'lib ishlay boshladi. 1981-yili Shodiyor Begimqulov fidokorona mehnatlari uchun O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan sog'liqni saqlash xodimi unvoni bilan taqdirlandi. 1982-yilda Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi mudiri sifatida o'z faoliyatini davom ettirdi. Begimqulov Shodiyor Begimqulovich nafaqaga chiqqandan so'ng ham maslahatchi, poliklinikada vrach-jarroh bo'lib umrining oxirigacha ishlay boshladi. Shodiyor Begimqulov 2003-yilning iyul-yoz oylarida o'zidan yaxshi nom va ibratli hayot maktabini qoldirib, Yaratganning inoyati ila bu yorug' olamni tark etdi. Qadrli kitobxon, so'zimiz so'ngida shuni aytmoqchimizki, yonimizdagi afsonalarimizni hamisha fidokorona mehnatlarini qadriga yetaylik. E'tiboringiz uchun rahmat.